12 yoshimda solingan gilam endi yuvilyapti desam ishonasizlarmi? Da, to'g'ri eshitdinglar. Bu gilam 12 yoshimda solingan. Ya'ni bu hozir skladimizdan chiqqan gilam. Eski uyimizda sandiqlar, eski tuski kiyimlar, hamma eski narsalarimiz tagida yotgan gilam shu bo'ladi. Va biz bu gilamni har doimgidek mijozlari bo'lgan real gilamga topshirdik. Men har doim gilamlarimni real gilamda yuvdiraman. Bemalol bularga ishonsanglar bo'ladi, chunki 4 kun, 5 kun ichida qo'lingizda bo'ladi. O'zlari kelib olib ketishdi, va'da berishdi menga, xudo xolisa gilamingiz top-toza bo'ladi, ishoning deyishdi. O'zlari ortib ketishganidan keyin men ro'ppa-rosa 5 kun kutdim. 5 kundan keyin gilamimni qo'limga oldim va buni ochib ko'rganimdan keyin ishoninglar, hidi shunaqangi yuzimga gup etib urdi, shunaqa hidi shirin bo'lib qolganda. Men o'zi etuvdim, bu gilam unaqa kiri ketmaydi, menimcha unaqa yaltiramaydi deb o'ylagan edim, lekin juda ham katta adashgan ekanman. Bitta ochib ko'rganimizdan keyin shunaqa hayron qoldik. Chunki umuman eskiligidan asar ham qolmaganida ochganimizda shunaqa shirin hid chiqdi va gilamimiz shunaqa yaltirayotganida ko'rganinglarda realda shunaqa xursand bo'lishdi uydagilar. Chunki bu gilam juda ham eski gilam, 11 yillik gilam. Xo'sh, real gilamga bemalol etsanglar bo'ladi. Ular faqatgina gilam emas, ko'rpachalar, parko'rpalar, adyollar, hamma narsani yuvib berishadi. Bemalol bularga ishonsanglar bo'ladi. Real gilamga kattakon minnatdorchilik bildiraman.